Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlar bilan yangi video olamiz. Bu yangi ko'rinishda bo'ladi. Bitta guruhdan savol-javob o'tkazib ko'ramiz. Agar tayyor bo'lsanglar, qani ketdik. O'sha ana bu yerda ham talabalarimiz bor ekan. Xo'p, qani endi bulardan so'rab ko'ramiz. Xo'p, bola yaxshimisizlar, charchayapsanmi? Faqat bola ekan-ku, qiz bitta ekan. Mayli, xo'p. Men sizlarga bir ikkita savollar beraman. Shularga javob berishga anaqa o'ylab ko'rasizlar. To'g'rimi yoki noto'g'rimi o'zim aytib chiqaman. Tayyormisizlar? Xo'p. Kimga ruscha, kimga o'zbekcha? O'zbekcha bo'laveradi, ha? Xo'p. Mayli. Qaranglar, aytaman. Yomg'ir paytida qarg'a qanaqa daraxtga o'tiradi? Ha? Qanaqa daraxtga? Quruq daraxtga? Nimaga quruq daraxtga? Chunki yomg'irda qo'yiladi. Yo'q, yomg'irda xo'p, quruq daraxtga o'tiradi deysizmi? Yo'q, naborot. Ana, bu qizimiz to'g'ri javob berdilar. Yana bitta qaytarib yuborsangiz? Yomg'irda ho'l daraxtga o'tiradi, chunki hamma daraxt ho'l bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Qarg'a yomg'irda qarqani bitta qarsaklab bo'ladi. Zo'r. Xo'p. Qaranglar. Yana qushlar haqida. На русском давай попробуешь? Да, хорошо. Смотри. На дереве сидело 7 птиц. Охотник пострелил одну. Сколько осталось на дереве? А все ушли они. Прилетели все. Правильно. Почему не осталось? Он же выстрелил. За это они все ушли. Masalan, shu ovchi bitta otganda shunda hammasi uchib ketadi. Qoyillar. Xo'p. Xo'p, keyingisi. Nima 24 soat ichida keladi, lekin kelmaydi u. Qaytib kelmaydi shu. Kelmaydi-da? Vaqt yo'q, noto'g'ri. Vaqt noto'g'ri. Ha? 24 soat ichida. 25 soat kelmaydi, yo'q. Noto'g'ri. Xo'p, ruscha mayli, ruscha. O'zbekcha balki men to'magandirman. Что должно в течение 24 часов прийти, но не приходит. 24 soat ichida keladi-da, lekin u bo'lmaydi, kelmaydi. 24 soat? Yo'q. Ertaga bu bo'ladi, завтра. Shunda 24 soat ichida ertangi kun уже hisoblanadi уже. Ertaga kelinadi. 24 soat ichida kelmaydi-ku o'sha ertangi kun, to'g'rimi? 24 soat ichidan keyin уже keyingisi keladi. 25 bu sal noto'g'riroq kelmaydi. Masalan, Everest tog'i bilasizlar, to'g'rimi? Everestdan oldingi tog' eng o'sha baland tog', to'g'rimi? Everest baland tog'-ku, undan oldingi tog' qanaqa bo'lgan? Qaysi tog' bo'lgan? Bu logично или? Logично desam bo'laveradi. Alpons. Ana akamiz to'g'ri javob berdilar. Qani qaytarib yuborsangiz aka javob. Everest o'zi bo'lgan. No, потом unga ism qo'ygandan keyin, nom berishgandan keyin o'zgargan. To'g'ri. Oldin Everestni hech kim bilmasdi. U eng baland tog' edi. Everestdan balandi yo'q edi. Keyin shu Everestga shunda anaqa bo'lishdi. Keyin Everest qo'yildi ism. Xo'p, keyingisi. Krasnoy shapочка bor. Qizil qalpoqchami? O'zbekchalik pa. Qizil qalpoqchani shapkasi bo'lmaganda qanaqa bilan anaqa nom berishardi? Ismi qanaqa? Ismini bilmaysiz-ku qizil shapkachani. Ha? Bo'ri bilan qizcha? Mana shu qizimiz aytdilar, bo'ri bilan qizcha, lekin logично o'ylasa to'g'ri bo'ladi. Bo'ri bilan qizcha, bo'ri bilan va qizaloq. Xo'p. Keyingisi. Odamlar shuni yeyishga oladi-da, lekin uni yemaydi. Nima u? Ha? Lavroviy list? Oylariga yordam bersa kerak-da, uylarida anaqa. Bu afsus, lekin bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Uylarda ham bor shu narsa. Da, yeyishga oladi-da, lekin yemaydi uni. Yo'q, chormaydi. Xo'p, podskaska beraman. U shkoplarda ham turadi-da o'sha. Yeyishga olasizlar, lekin uni aslida yemaysizlar uni. Yo'q. Mehmonga qo'yadigan narsa. Uni anchadan beri yemasanglar kerak, shokoladlarni qo'yib, chaqchuqlarni. Xo'p. Bormi anaqalar? Yeyishga oladi. Da, yeyishga olishadi uni, lekin uni yeyishmaydi. Shkafda turadi. Yana bitta aytaman.
Yo'q, yo'q, yo'q. Dasturxonni eshikka olmaysiz-ku. Yo'q, yo'q, yo'q. Yana bitta podskazka aytaman, uni yuvasizlar ham. Da, ham yuviladi-da o'sha ham. Da, yeyishga olasiz, yemaysiz, lekin uni ham yuvasiz. Yana yaqinrog'i? Tarelka, ana. To'g'risi tarelka. Likopcha, o'zbekchalik likopcha. Da, tarelkani yeb qo'ymaysiz-ku siz. Xo'sh, ana sizlar ko'rdinglar. Bizning savollarimizga juda ham qiziqarli va kulgili javoblarni oldik.